بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما نافعا. Mana aziz birodarlar, kechagina solihlarning ko'z yoshlari bilan xayrlashilgan Ramazon oyi mana bugun xursandchilik ko'z yoshlari bilan qabul qilinib turibdi. Alloh azza va jallaga behisob shukrlar, hamdlar bo'lsin. Bu oyni barchamizga Alloh taolo omonlik, o'zini mag'firati va rahmati yog'ib turadigan, mag'firati va rahmatini qo'lga kiritadigan haqiqiy solih bandalardan qilgan bo'lsin. Bu oyni nafaqat o'zimizlarga, balki oilamizdagi farzandlarimiz, ahli ayollarimizga ham barakali bo'lishligini Alloh azza va jalladan so'rab qolamiz. Nabiy sollallohu alayhi va sallam bu Ramazon oyining fazilatlaridan biri. Alloh azza va jalla aytadiki, Nabiy sollallohu alayhi va sallam hadisda aytdi: "Va yawma yunadi munadin", Ramazonning avvalgi kechalarida samodan bir nido qiluvchi: "Ya bag'iyal khayri aqbil va ya bag'iyal sharri aqsir". Ey yaxshilikni xohlayotgan odam, qalbida Ramazon oyida o'zgarishlikka, Ramazon oyida qilgan gunohlaridan poklanishlikka bo'lgan qalbida istagi bor bo'lgan inson, aqbil, toat ibodatlar bilan Robbingga iqbol qilgin. Va ya bag'iya sharri aqsir, Ramazon oyidan avval gunoh ma'siyatga botib, mana shu gunoh ma'siyat tanasiga, vujudiga singib ketgan inson gunoh ma'siyatdan endi bu oyda aqsir, qiyilgin, insof qilgin degan nido bo'lar ekan. Alloh azza va jalla barchalarimizni bu oyda Alloh taologa solih bo'lgan amallar bilan iqbol qiladigan, gunoh ma'siyatlarni tashlab gunohdan pok bo'lib chiqib ketishligimizni Alloh o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Ulamolar bu oyda Ramazon ro'zasining ajr mukofotini yo'q qilib qo'yadigan bir qancha amallarni bizlarga eslatma berdi. Mana shulardan biri, ulamolar aytadiki, Ramazon oyida iftor va saharlik vaqtida qorin ishib ketgunga davri yeb ichishlik bu Ramazon ro'zasining ajr mukofotini yeb qo'yadi. Ulamolar aytadiki, bu Ramazon ro'zasi ro'za bo'laveradi, lekin ajr mukofotdan bu inson mahrum bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batnin", inson eng to'ldirishligi qiyin bo'lgan bu o'sha o'zining ichidagi qorni bo'lib hisoblanadi. Bihasbi ibni Adam, mana shu odam bolasiga akalatun yuqimna sulba. Bu insonga akalat, arab tilida akalat degani bir qancha luqma taomlar shu belini ko'tarib, dunyo ishi, belini ko'tarib ibodat ishiga qoyim qilishligi uchun kifoyadir dedi. Alloh azza va jalla bejizga bizlarni qorinlarimizni eng yomon to'lmaydigan qorin qilib qo'ymagan ekan. Ba'zilar uchun bu qiyomat kunida uning ziddiga hujjat bo'lar ekan. Ba'zilar uchun bu qorinlar uning foydasiga hujjat bo'lar ekan. Nabiy sollallohu alayhi va sallam hadisi muborak hadisining davomida aytadiki, "Fa in kana la mahalata", agar iloji yo'q bo'ladigan bo'lsa, unda qorningizni uchga bo'ling. Birinchisi li ta'amihi, birinchi qismida ovqat bilan to'ldiring. Ikkinchisi li sharobihi, ichimlikka joy bo'shating. Va uchinchisi li nafasihi, nafas olishingizga joy qolsin dedi. Lekin aziz birodarlar, biz Ramazon oyida yemasak kim yeydi? Ramazon oyiga, Ramazon kirishidan avval bir qancha oy oldin uyimizga qop-qop qilib joylamasak kim joylaydi? Hattoki uyimizdagi yosh bolalar ana shu omborxonalarga, to'planib turgan omborxonalardagi yemoq ichmoqlarga qo'llarini cho'zsa, nima deydi?
Tegma. Qachon yeymiz? Ro'zaga yeymiz. Ro'zaga to'playapti. Uyimizdagi yosh bolalar ham bular ham shunday o'yda katta bo'lyaptiki, musulmonlarning xonadonlarida bu Ramazon oyi ocharchilik oyi shekilli deb shu o'yda farzandlari katta bo'lyapti. Bu katta bir musibatdir. Dasturxonimizda aynan Ramazon oyida, undan avval va Ramazondan keyin topilmaydigan sanoqsiz bo'lgan noz ne'matlar jamlanishligi bu bu ummatning g'ami nima ekanligiga ishoradir, aziz birodarlar. Subhanalloh. Alloh taolo Qur'onda Ramazon ro'zasi sizlar uchun farz qilindi. Nima uchun? La'allakum ta'kulun tashba'un. Sizlar yeb ichib, qorninglarni to'ldirib ishirishinglar uchunmi? Yo'q. Alloh taolo Ramazon ro'zasini farz qilishlikni bitta maqsad qilib qo'ydi. Ramazondan maqsad, ro'za tutishlikdan maqsad bu taqvo bo'lishligi kerak. Uylarga jamlashlik, saharlik iftorlarda dasturxonlarni noz ne'matlar bilan to'ldirib, ana shu kayf mana shunday lazzatlar bilan ovora bo'lishlik bu insonning qalbini ibodat lazzatidan, Alloh taologa munojat degan lazzatdan albatta uzoqlashtiradi. Ba'zi salaf solihlar aytadiki, Alloh azza va jalla isrof qilmaslik kerak bo'lgan oyatda, mana shu oyatda ajoyib bir so'zni gapirdi. Barcha inson uchun yetarli tabib bu oyat. Barcha inson uchun yetarli shifo bo'lgan oyat. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Va kulu vashrabu va la tusrifu." Yeylar, ichinglar, isrof qilmanglar dedi. Mufassirlardan Mujohid rahimahulloh shu oyatning tafsirida, agar inson dedi, Alloh unga bergan mol mulkni barchasini haq yo'liga agar Allohning yo'liga infoq qilib yuborgan bo'lsa, bu odam isrofgo'y degan inson qatoriga kirmaydi. Lekin Alloh bergan noz ne'matni Mujohid rahimahulloh aytadilarki, qadra mudda bir hovuchini agar o'zini joyiga sarflamaydigan bo'lsa, o'zini joyiga ishlatmaydigan bo'lsa, bu inson albatta mana shu oyatning ostiga dohil bo'ladi dedilar. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytdilarki, "Man kasura akluhu lam yajid li zikrillahi lazza." Qaysi insonni yeyish ko'p bo'lsa, g'ami qonini to'ldirish, g'ami qonini ishirish bo'lsa, bu odam hech qachon Alloh azza va jallaga qilayotgan ibodatida lazzatni topa olmaydi dedi. Luqmon abdun solih. Bu kishi Qur'onda bu insonning zikri oyat bo'lib nozil bo'ldi. Luqmon al-Hakim degan laqabi bilan mashhur. Ba'zi ulamolar payg'ambar dedi. Ba'zilar abdun solih, solih inson dedi. Rojih qavullarga ko'ra Luqmon bu abdun solih, solih bo'lgan kishi. Bu kishi o'zini farzandiga chiroyli bo'lgan va'z nasihatlar, chiroyli bo'lgan so'zlarni, hikmatli so'zlarni gapirishlik bilan mashhur bo'ldi. Hattoki Alloh azza va jalla bu so'zlarni Qur'onda biz uchun oyat qilib tushirdi. Luqmon o'zining farzandiga shunday dedi: "Ey bolam, agar qorningizni to'ldiradigan bo'lsangiz, qorningizni ishkuncha to'ldiradigan bo'lsangiz, bilingki sizdan 3 ta xislat ko'tariladi. Birinchisi na'matil fikra. Siz fikrsiz, aqlsiz bo'lasiz. O'zingizni bir o'zingizni hur bo'lgan bir fikrsiz bir insonga aylanib qolasiz. Shunday hur bo'lgan fikr sizdan ko'tariladi. Kim qayerga yetalasa, ketaveradigan bir maxluqqa aylanasiz." Birinchi sifat. Ikkinchisi vahosital hikma. Alloh taolo sizdan hikmat topib qo'yadi. Hikmatsiz inson bo'lib qolasiz. Qilayotgan ishingiz, gapirayotgan gapingiz behikmat bo'laveradi. Behikmat bo'lib chiqaveradi. Hikmat bu ilmdan ham afzal bo'lgan Alloh taolo beradigan fazilat. Uchinchi sifat vaqa'atil a'zo. Biz uchun eng kerak bo'lgan so'z mana shu. Vaqa'atil a'zo, qaysi bir inson qornini
iftorlik va saharlikda faqat to'ldirishlik g'ami bo'lsa, nozu ne'mat o'zi nafsi xohlaydigan lazzatli taomlarni yeb ichish tanovul qilishib qo'yiladigan bo'lsa, bu insonning butun a'zolari Alloh taologa ibodat qilishlikdan o'tirib qoladi. Alloh taoloning ibodatiga harakat qilmay qo'yadi. Alloh taoloning ibodatiga talpinmay qo'yadi. Nima uchun birodarlar? Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadiki, allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Iymon keltirganlar, mu'minlar, bularning sifati agar Allohni eslashsa, tatma'innu qulubuhum, bularning qalblari xotirjam bo'ladi. Alloh azza va jallaning zikrini eshitib lazzat topadi. Alloh taoloning Qur'onini, kalomini eshitib qalblari orom topadi. Endi saharlik, iftorlikda 3-4 xil ovqatlarni to'plab, lazzatni, oromni dasturxonning ustiga yig'ib olganlar, bularning qalbi masjidga talpinmay qo'yadi. Chunki qalbning sifatlaridan bittasi, nafsning sifatlaridan bittasi qayerda xotirjamlik va qayerda orom topsa, shu joyga talpinib turadi. Bunday nafslar masjidga talpinmay qo'yadi. Bunday nafslarning oyoqlari masjidlarga odatlanmay qo'yadi. Agar kelsalar ham Alloh taoloning ibodatidan huzur, halovat, Alloh taoloning ibodatidan oromlarni his qilmay qo'yadi. Alloh taolo oyatining davomida ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'ling, ala bi zikrillah. Alloh taoloning zikri bilan, Allohni eslash bilan, Qur'onni tilovatlarini tinglashlik bilan qalblar xotirjam bo'lmaydimi dedi. Ko'pchilik insonlarning muammosi har Ramazonda. Necha yoshi kirgan bo'lsangiz, mana shu yosh ichida qancha Ramazonga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, har Ramazondagi muammo masjidga keladi, ibodatga guvoh bo'ladi, lekin qalbda hech narsa yo'q. Qalbda xotirjamlik yo'q. Qalbda iltinish, talpinish degan narsa yo'q. Alloh taolo Qur'onning boshqa bir oyatida Qur'on tilovati ularga eshitirilsa, vajilat qulubuhum, ularning qalblari Alloh taoloning qo'rquviga shoshiladi. Alloh taolodan qo'rqadi degan Alloh taoloning oyati bordir. Bu masjidlarda Alloh taolo oyatda aytganidek, fihi rijalun la masjidun ussisa ala taqwa. Fihi min ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin dedi Alloh taolo. Masjidlarda shunday rijollar bor. Bular oddiy kishilar emas. Bular Qur'onning oyati bilan rijol bo'lgan kimsalar. Bular yuhibbuna an yatatahharu, bular poklanishlikni, hissiy va ma'naviy poklanishligini yaxshi ko'radigan insonlardir. Demak, haqiqiy kishilar, haqiqiy rijollar bular choyxonalarda, ibodat vaqtida, ibodat qilishlik kerak bo'lgan vaqtda, boshqa ko'ngilochar bo'lgan joylarda, samovarlarda, shunday boshqa klub, kafelarda emas, balki masjidlarda topilar ekan. Mana shunga bir ajoyib qissani sizlarga zikr qilamiz. Bu qissa Hijriy 21-asrga taqaladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu amir bo'lib turgan vaqtlar, Amirul Mu'minin bo'lib turgan vaqtlari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu amir bo'lib turgan vaqtlarida Fors tarafidan 120 mingtadan 150 mingtagacha bo'lgan askar saf tortib Madinaga qarab yurish qilib kelayotganligi xabari eshitildi. Umar ibn Xattob bu xabarni eshitdilar. Umar ibn Xattob butun musulmonlarning amiri. Eng katta mas'uliyat mana shu kimsaning yelkasida turgan zot. Bu kishi hech qanday bir jazoga tushgani yo'q. Hech qanday ikkilangani yo'q. Darrov Alloh taoloning uyiga shoshildi. Chunki u zot bilar edi.
dunyo mashaqqatlari, dunyo qiyinchiliklarini yechadigan zot, dunyo mashaqqatlari, qiyinchiliklarini shikoyat qiladigan manzil, ibodat mehrobi bu masjid ekanligini bilar edi. Ularning dunyo diniy muammolarini yechiladigan joy masjidlar bo'lgan. Umar ibn Xattob darrov shashilib masjidga keldi. Masjidga kelib 2 rakat namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin endi hali hech narsa, nima qilishni bilmaydi. Shu xabarni eshitdi. Bir chorani ko'rgani yo'q. 2 rakat namozni o'qib bo'lganlaridan keyin salom berib shunday qarasalar, bir inson namoz o'qib turgan ekan. Namozi juda bir chiroyli bo'ldi. Shu huzuda astoydil namoz o'qib turgan ekan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shu insonning namoz tugashligini kutib turdi. Qarasalar sahobiylardan Nu'man bin Muqrin roziyallohu anhu ekanlar. Umar ibn Xattob Nu'monni chaqirdi. "Ey Nu'man" dedi. "Keling" dedi. Oldariga keldi. Shunda Umar ibn Xattob aytdilarki, "Ey Nu'man, men sizni katta ishga vali qilmoqchiman" dedi. "Boshliq qilmoqchiman" dedi. Nu'man bin Muqrin roziyallohu anhu Amirul Mu'minin javobni ha deymiz, yo'q deyishlik mumkin emas. Chunki Amirul Mu'minin tamoman itoat qilishlik kerak. Va Amirul Mu'minin agar musulmonlarni mol dunyosini jamlashlik, baytul molga taalluqli bo'lgan ishlar bo'lsa, men uzr so'rayman. Men unga vali bo'lib boshliq bo'la olmayman. Chunki mol dunyo bu fitna. Alloh taolodan qo'rqaman bu fitnaga aralashib qolishlikdan. Ammo lekin Alloh taoloning yo'lida jihad, Alloh taoloning yo'lida jang qilishlik, boshliqlik degan vazifa berilgan bo'lsa, unashidukallohu ya Umar, ya Amirul Mu'minin, Allohni o'rtaga qo'yib turib men sizdan ey Umar so'rayman, meni Alloh taoloning yo'lida shahid bo'lishligimga to'sqinlik qilmang dedi. Menga bering shu vazifani. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu vazifani Nu'man bin Muqrin roziyallohu anhu ga berdilar. Nu'man bin Muqrin roziyallohu anhu Fors tarafga qarab Nahavand degan qishloqga butun minglagan askarlarni yetalab orqasidan olib bordi. Saflar ikkiga chizildi. Dushmanlar safi va musulmonlarning safi bir-biriga qarab turdi. Arab tilida bu vaqtni saatu sifr, hamma ikki tomon jim turadigan vaqt. Ikki tomonning birontasi ham bir og'iz so'z so'zlashlikka jur'at qilmaydigan vaqt. Bu vaqtda tillar emas, bu vaqtda faqat qilichlar gapiradi. Nu'man bin Muqrin roziyallohu anhu o'zi olib kelgan safga chizib qo'ygan musulmonlarga qarab turib, "Ey birodarlar" dedi. "Men 3 marotaba takbir aytaman va undan so'ng 3 marotaba duo qilaman, har biriga amin deylar" dedi. Shunda takbir aytdilar. Takbirlaridan keyin birinchi qilgan duosi Allohumma a'izza dinak. Ey Robbim, dinini aziz qilgin dedi. Butun askarlar amin dedi xorlashib. Ikkinchi duosi Allohumma unsur ibadak. Ey Robbim, o'zing bandalaringga nusrat bergin dedi. Askarlar, butun lashkarlar xor bo'lishib amin deyishdi. Va uchinchi duosi Allohumma ja'alni awwala shahidin fi hadhihi al-ma'raka. Ey Robbim, bu jangda birinchi qoni sening uchun fido qilinadigan, seni yo'lingda qatl qilinadigan shahid bo'lgan men bo'lay dedi. Barcha askarlar amin dedi. Mana shundan keyin jang boshlandi. Jang boshlanganda avvalgi lahzasida Nu'man bin Muqrin roziyallohu anhu shahidlar safiga birinchi qo'shilgan inson bo'ldi. Ana shunday birodarlar, haqiqiy erkaklar, haqiqiy Alloh azza va jallani omonatini ado qiladigan, Alloh taoloning yelkasidagi omonatni his qilib yashaydigan rijollar, bular qalblari masjidlarga bog'langan. Bu rijollar, bu erkaklar samovarlar ko'chalarda emas, balki Allohning uyi masjidlarda topiladi. Agar uyingizni taqillatib, qizingizni qo'lingizni ostidagi bironta bir mahramingizni bironta kimsa so'rab kelgan bo'lsa, ishxonasiga, mahallasiga borib
surishtirib ovora bo'lmang. Uyiga eng yaqin bo'lgan masjidga keling. Kuzating. Jamoat bilan guvoh bo'ladigan bironta bir namozi bormi? So'rang, namozi bormi, yo'qmi? Chunki ulamolar aytadiki, farzand bu har bitta ota uchun berilgan omonatdir. Agar farzandingiz, qizingiz namozxon bo'lsa, ibodat obida bo'ladigan bo'lsa, o'ziga loyiq bo'lmagan benamozlarga agar juftlanishligiga siz sababchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz Alloh taolo sizga bergan omonatga xiyonat qilgan xoin bo'lasiz. Siz mas'ulsiz bunga. Shunday. Benamozlarni oilasidan farzandlar ko'payishligiga hech qachon hissangizni qo'shmang. Mana shunday ulamolar ko'p yeyishlik, iftorlik vaqtida, saharlik vaqtida g'ami ovqat bo'lgan insonlar ibodat lazzatini tota olmasligi haqida bir qancha so'zlarni zikr qildilar. Shuning uchun aziz birodarlar, qo'limiz ostimizdagi uyimizda bo'lgan muslima ayollarni peshin vaqtida oshxonaga kirgizib yuborib, shom vaqtida qaytib chiqarmasdan, xuftonda kirgizib yuborib, saharlik vaqtida chiqarmasdan ular uchun ibodat fursatini bering. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hammangiz boshliqsiz dedi va har biringiz qo'l ostidagi mas'ulsiz dedi. Siz ana shu uyingizda yurgan, ojiza bo'lgan har bitta mu'minlarni ibodatiga siz mas'ulsiz. Ertaga qiyomat kunida Alloh azza va jallaning oldiga borganda, Ramazon kirib chiqib ketishlik muddatining ichida Qur'ondan, Allohning kalomidan bir harf ham o'qimasdan chiqib ketishgan bo'lsa, bular albatta qiyomat kuni sizga yelkangizga osilib, yoqangizdan tortadi. Bu turgan gap. Alloh azza va jalla barchalarimizga eshitgan, bilgan narsalarga amal qiladiganlardan qilsin. Alloh taolo Ramazon ro'zasidan qo'lga kiritgani, Ramazon ro'zasidan eng katta olgan zodi rohilasi taqvo bo'lgan bandalar qatorida qilgan bo'lsin. Aqulu ma tasma'una astagfirulloh va nastagfiruh. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.